Xo'sh, bu narsani nimaligini ko'pchilik biladi. Bu XZLX avtomobilini ventilyator blogi. Mana bunaqa ko'rinishga ega. Buni kasali mashinaning ventilyatori doimiy aylanib qolgan, to'xtamasdan. Mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bitta kontak kuyib qolgan. Kuyib, erib, yopishib qolgan. Buni o'zini perdelka qilib, boshqa relay payat qilib o'zgartirsak, perdelka qilsak bo'lardi, lekin o'zi ham arzon ekan, yangi blok 1,5 ming rubl ekan, shuning uchun yangi qo'yishga qaror qildik. Xo'sh, buni kuyganligining sababi mana bu datchik temperatura, наружный воздух noto'g'ri ko'rsatganligini hisobidan ventilyator doimiy ikkinchi skoroskda ishlab qolgan va blokda kuydirgan. Blok mana bu joyda turadi. Cherry 7 Pro Max avtomobillarida ham, Exit avtomobillarida ham bu blok shu joyda turadi va bir xil bo'ladi. Hozir ko'rishimiz mumkin 90 gradus. Ichkarida salonda gradusi bo'lsa, mana hozir 25 ko'rsatib turibdi. Obmanka qo'yganmiz vaqtinchalik. 3 kundan keyin yangi zakaz qilganimiz olib keladi. Bu ba'zida 70, ba'zida umuman ko'rsatmas edi, ba'zida 70 ko'rsatib qolgan edi. Mana endi ventilyatorda ishlaganligini ham bir tekshirib olamiz. 90 gradusda по-моему o'chyapti, 98 da qo'shilyapti. Aka, konditsionerni yoqingda. Konditsionerni yoqqanimizda hozir ishlaydi. Yoqdingizmi? Qo'shdingizmi? Ventilyatorimiz ishladi. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat, sog'lik va salomatlik.